Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sevara opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sevara opa bo'lasiz-a? Ha. Bugun tug'ilgan kuningiz ekan, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Mehr ko'rsatuvini Mehrli qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilyapman. Ha, rahmat. Kimdan tabrik kutyapsiz? Kimlar bor sizni tabriklaydi deb taxmin qilyapsiz? Shu yaqinlarimdirda, ukamdirda. Doniyorjon kimingiz bo'ladilar? Ukam bo'ladi. Doniyorjon nomlaridan alohida chiroyli niyatlar, samimiy istaklar bilan muborakbod etaman. Hayotimizni go'zal guli bo'lgan, ota-onamizni ardoqli insoni, jigarim Sevaraxonni bugungi ulug' ayyomlari, tug'ilgan kunlari bilan tabriklayin deganlar. Ilohim baxtimizga omon bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Davlatjon, Diyorbek, Sayyoraxon nomlaridan, O'g'iljon nomlaridan tabriklayin deganlar. Bobirjon, Sevinchxon, Abdurashid nomlaridan, Mullajon ota nomlaridan, barcha ahli oilangiz, yaqinlaringiz nomlaridan Doniyorjon alohida niyatlar bilan muborakbod etganlar. Jigarim baxtimga omon bo'lsin, farzandlarini, ahli oilasini baxtiga hamisha dunyo turguncha tursin. Beg'ubor qalbidagi barcha ezgu niyatlari hammasi amalga oshishiga chin ko'ngildan tilakdosh biza deb juda ham chiroyli niyatlarni bildirganlar. Doniyorjonga, yaqinlaringizga chiroyli niyatlaringiz. Rahmat kattakon sizlarga ham. Ilohim ukam sog' bo'lsin baxtimga. Sevaraxon, nimaga yig'layapsiz? Ballarini baxtiga ilohim sog' bo'lsin, sog' omon yursin. Siz ham sog' va salomat bo'ling, eng ezgu niyatlaringiz amalga oshsin. Shirindan shakar farzandlaringizni orzu havaslarini ko'ring. Farzandlaringiz necha kishi? 2 farzandim. Farzandlaringiz katta bo'lib qolishgandir, a? Ha, katta bo'lib qolgan. Maktablarga chiqishgan, a? Ha, kichkinasi 4-sinf, unisi xudo xolasa kelin olaman. Kelin qildingizmi? Ha, xudo xolasa. To'y qachon xudo xohlasa? Ha, to'y yana yilga xudo xolasa kamina bu. Ilohim farzandlaringizni orzu havaslarini ko'ring, mana shunday yaxshi kunlarni ko'rib yuring. Yaxshi kunlaringizda har qanday holatingizda ham jigarlaringiz yoningizda turishadi. Bizga Alloh ota-onalarimiz orqali bergan eng bebaho ne'mat bu jigarlarimiz. Ilohim jigarlaringiz baxtingizga omon bo'lishsin. Doniyorjon juda ham chiroyli she'riy misralarni jo'natganlar. Atayin opajonim uchun o'qib eshittirasiz deganlar, shuni o'qib eshittirmoqchiman. Baxtim uchun kaftin ochgan duolarga, hayotimni to'ldirgan nur ziyolarga, hech birini alishmasman dunyolarga, jigarlarim omon saqla jon Allohim. Yashamoqdan umidlarim so'ndirmagan, yelkasiga og'ir tashvish mindirmagan, davralarda g'ururini sindirmagan, jigarlarim omon saqla jon Allohim. Qayg'ularni daryolarga otib yursin, qiyinchilik eshiklarini yopib yursin, bolishlarga botmasin hech chopib yursin, jigarlarim omon saqla jon Allohim. Eng ezgu niyatlar, samimiy istaklar qalbi daryo, mehri ummon kabi bepoyon opajonimga nasib etsin. Barcha ezgu niyatlari amalga oshishiga chin ko'ngildan tilakdoshman deb Doniyorjon ezgu niyatlar bilan muborakbod etganlar. Doniyorjonga bir og'iz chiroyli niyatlaringiz. Rahmat, kattakon rahmat. Ilohim ukamam uzoq umr ko'rsin, sog' bo'lsin, ballarini vaqtini ko'rib yursin. O'g'iljon kelinimiz bilan qo'sha qarib yursin, ilohim. Sog' salomat bo'lib yursin. Rahmat, siz ham sog' va salomat bo'ling. Bugun kim birinchi tabrikladi sizni? O'g'lim tabrikladi albatta. O'g'lingiz ham katta farzandingizlar? Ha. Aksida onamning yuzi bor, so'zlasa onamning so'zi bor. Hattoki kulishi, yurishi
onamdek mehribon opamsiz, gullarim ichradir lolamsiz. Tashvishlar kelsa gar boshimga, yugurib keladi qoshimga. Achinar hattoki ko'zdagi yoshimga, onamdek mehribon opamsiz, gullarim ichida lolamsiz deganlar Doniyorjon. Ilohim sog' va salomat bo'ling, eng ezgu niyatlaringiz amalga oshsin. Chiroyli to'ylar qilganlaringizni ham tabriklash nasib qilsin. Qilgan yangi kelinlaringizni qadamlari qutlug' bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlaringiz amalga oshishini chin ko'ngildan tilab qolamiz. Bugungi tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Nafaqat ahli oilangiz, jigarlaringiz, yaqinlaringiz, otajoningiz, balki Mehrli qo'ng'iroq loyihasi ijodiy jamoasi nomidan ham chiroyli niyatlar bilan tabriklaymiz. Har doimo ayollarni ko'ngillarini ko'tarish, ularni chiroyli chehralariga kayfiyat bag'ishlash, har doimo har qanaqa g'amni ko'tarib yurgan qalblariga shodlik bag'ishlash bizning vazifamizga kiradi. Shuning uchun sizni tabriklaganimizdan juda ham baxtiyor biza. Ilohim sog' bo'ling, bugungi ulug' ayyomlaringizni yaxshi kayfiyatda, yaxshi ko'rgan insonlaringiz davrasida o'tkazing. Rahmat kattakon, sizlar ham sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Albatta. Xursand bo'lmayman, xursand bo'ldim albatta. Sog' bo'ling, yaxshi o'tkazing tug'ilgan kunlaringizni. Yana bir bora Doniyorjonning ezgu niyatlarini qabul qilasiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, rahmat.